tabiiy yo'llar bilan ismini tushirish anchadan beri qo'llamay qo'yishdi. Badanni illyusiyalar bilan artishi. Bu narsani qilmay faqat dorilarga bog'lanib qoldi. Dorilarga nimaga ta'sir qilmayapti? Ikkinchi katta muammo, bizning xalqimizda juda ham ko'p dorilarga, mana ko'rsangiz hamma yoqda apteka. Apteka. Juda ham rujo qo'yib qo'yishgan. Nima bo'lsa dori. Sal dorilardan qochish kerak. Uni shifokorga murojaat qilmasdan dori olgandan keyin dori olib yurgan inson o'zi u doriga ko'nikib ta'sir qilmagan bo'lib qoladi. O'sha hisobiga ismi ushalib turadi. Ko'p dori olgandan keyin bu hozir kasal dunyo miqyosida muammo bo'layotgani, kasalliklar rivojlanib borishi. Ko'p dori olgandan keyin bu organizm kirgan infeksiya keyin safar yanada takomillashib boradi. Infeksiyani o'zi evolyutsionerlik qiladi-da, shuni hisobiga kasalliklar murakkablashib borishi mumkin. O'sha ismalar tushishi qiyin bo'ladi shuni hisobiga. Aslida ismani biroz ko'tarib turish ham yaxshi shekilli, chunki u kurashayotgan bo'ladi, to'g'rimi? 38 temperatura isman chiqishi organizmda o'zining tabiiy immun tizimini ishga tushirishi, kasal keldi deb uyg'otadi. Tabiiy antibiotikka o'xshab organizm o'zi ishlaydi. O'zi ishlaydi. Unga vaqt berish kerak. O'shaning uchun dunyo miqyosida 3 kungacha ismini tushiraylik, ortiqcha dori bermanglar, o'zi kurashib ko'rsin deb shans beriladi nazorat ostida. Nimaga bizda shu